Juda manfaatli bo'ldi. O'zim uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldim. Qisqa qilib aytganda, oddiy dehqoncha tushuntirilyapti. So'zlar nimalar? Shu tomonlari yoqdi. Men bugungi olgan asosiy narsam moliyani to'g'ri tartibda olib borishdi. HR tizimi, keyin standartlashtirish, ana shu narsalarni o'z biznesimda qo'llashim kerak ekan. Standartlashtirish bor-ku, standart juda zo'r narsa ekan. O'sha narsani sirasi qo'llamoqchi bo'lyapmiz, bor. Barcha bugun darsga kelgan ishtirokchilarning hammalariga bugungi olgan ilmlari manfaatli bo'lsin.